Assalomu alaykum hammaga. Bizda Nexia 1, Nexia 2 ga elektronika tablo. Bu tabloda o'ylab turgan muammo. Xo'p, lampochkalar o'rta darajada xira kelishgan. Tabloga LED lampochkalarni qo'ydik. Spetsion tabloni o'ziniki 1 yil garantiyali. Xo'p, keyin taxometr ishlamayapti deb kelishgan. Bu taxometrni ishlatgan R27 pindan xuddi shu rezistordan R27 rezistorini tepadagi pinidan 2 kilo qarshilik qo'yib R28 va R16 pinini o'rtasiga qalay qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa tablomiz ishlashi kerak. Buni tekshirib ko'ramiz hozir. Xudo xolasa tablomiz ishladi. Xudo xohlasa biriga bir ishlayapti. Xudo xohlasa cho'tki bor.